Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum assalom. Toylarga qancha miqdorda yem, qanaqa yem va qanaqa qo'shimcha ozuqalar berish kerak? Yaxshi o'sish uchun, yaxshi rivojlanish uchun. Toylarga avvalo toyni katta yirik qilish niyat bo'lsa, toyni parvarishini onasini qornida vaqtida, ya'ni biyani homila vaqtida boshlash kerak. Biya siz toat qilaman deb niyat qilgan toyingizga homilador bo'ldimi? O'zi hammasini shunday parvarish qilish kerak. Mabodo endi bitta yarimtasini kimdir biyasiga ayg'irini qo'yib oldim. Endi shundan yaxshi bola olishni niyat qilib yuribman. Bunaqa ayg'irga hadeb qo'ya olmayman degan odamlar shu ayg'irga qo'ygandan boshlab biyaga yem berish kerak. Eng kami 1,5 kilodan 3 kilogrammgacha yem tarkibiga albatta kalsiy, yog' qo'shib berish kerak va 1 kilodan 3 kilogacha qizil sabzini uzmasdan berish kerak. Qulun dunyoga keldi, tug'ildimi? Qulun onasini qornidan 2,5 yoshlik davrigacha eng zo'r parvarish qilinishi shart bo'lgan davr. Mana shu davrda agar onasini qornidan boshlab tug'ilgandan keyin 2,5 yoshgacha, bu degani 3,5 yil vaqt ketadi. Ana shu davrda agar parvarish risoladagiday bo'lib, mikro makro elementlarga, kalsiy, fosfor, magniyga bo'lgan ehtiyoji risoladagiday qondirilsa, undan keyin somon bersangiz ham toyingiz o'sadi. Ammo mana shu davrda, onasini homilador davrida, tug'ilgandan keyin sut davrida va sutdan chiqqan davri, eng nozik davrida agar siz oziqasini to'g'ri qilmasdan, ozgina puldan qizg'anib yoki bo'lmasam yetkiza olmaslik oqibatida yaxshi oziqlantirmasangiz, undan keyingi parvarishlaringiz ham o'stiradi, lekin unchalik zo'r bo'lmaydi. 2,5 yoshdan keyin toylarni parvarishida uni konstitutsiya suyagini rivojlantirish boshlanadi. Yetim qovurg'alarini rivojlantirishga boshlanadi. U uchun ana unda demak oziqaviy boyligi kamroq bo'lgan, ya'ni yemlarni, dag'al oziqani kamaytirib, bedadan ko'ra somon aralashtirib, miqdori ko'p bo'lgan oziqani yedirishga o'tkazish kerak. Ya'ni ko'proq yeb o'ziga kerak bo'lgan mikro makro elementlarni ko'p miqdordan olib boshlasa, oshqozon ichak tizimi rivojlanib boshlaydi, o'sadi, qorin qo'yadi va yetim qovurg'alar yaxshi rivojlanadi. Mana shu narsasiga e'tibor beriladigan bo'lsa, inshaalloh ham katta, ham suyagi buzuq, ham qovurg'alar yaxshi rivojlangan ot bo'lib yetiladi inshaalloh 5-6 yoshga borib. Shuning uchun ba'zan otlarni 2,5 yoshdan keyin ozgina ozishidan, ozgina juni o'sib ketishidan, ozgina haligi energiyasini kamayishidan, g'ayrati kamayishidan qo'rqish kerak emas. Bu o'sha toy parvarishini, ot parvarishini bir ajralmas qismi bo'ladi. Ba'zan sovuqqa bog'lab qo'yish kerak bo'ladi, qor yomg'irining tagiga qo'yish kerak. Ya'ni zakalka, chidamliligini, chiniqishini oshirib borish kerak. Uni xuddi inkubatorda saqlaganda badaniga yomg'ir tegizmay, qor tegizmay, mana shunday qilib ehtiyot qilib, uni jangovar ot tarbiyalash qiyin bo'ladi. Shuning uchun har bir jarayonda o'ziga yarasha murakkabligi, yengilligi, sharoiti va noqulayliklarni ot uchun yaratib berasiz. Yeyotganda o'sha oziqasini ichida dag'al oziqa, sho'raga o'xshagan, somonga o'xshagan, umuman otga bersangiz uncha yemaydigan oziqalarni ham yeb o'rgatasiz. Mana shunda ot mustahkam, chidamli, kuchli, g'ayratli, haqiqiy bir jangovar ot bo'lib yetiladi inshaalloh.